Assalomu alaykum. Biz bugun Nestvandagi 37-qavatda joylashgan 95 kvadratli obyektimizni ko'rsatib o'tamiz. Interyerimizni katta va kengroq ko'rsatish maqsadida shu oynani o'rnatdik. Yotoqxonamizga taxta teksturasidan bo'lgan MDF materialni ishlatdik. Bu xonamiz detskiy, biz ataylab stroyniy divan o'rnatdik. Buning birinchi sababi charchaganda o'tirib dam olish uchun va uyali telefondan foydalanish uchun. Bu zamonaviy stilimizga nima deysiz? Agar Nestvandagi obyektimizning realizatsiyasi yoqqan bo'lsa, Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.